Qimor va tavakkalchilikka asoslangan onlayn o'yinlarda qonunga xilof ravishda ishtirok etib kelayotgan shaxslarga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq holatlarga chek qo'yildi. Axborot texnologiyalari sohasidagi uyushgan jinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishida olib borilgan internet monitoringi davomida 1986-yilda tug'ilgan, Muqaddam Jinoyat kodeksining 177-moddasi bilan sudlangan fuqaro hamda uning 1994-yilda tug'ilgan ukasi o'zaro til biriktirib, jinoiy yo'l bilan daromad orttirish maqsadida Samarqand shahrining Rudaki ko'chasida joylashgan Paynet shoxobchasida qimor va tavakkalchilikka asoslangan onlayn totalizator o'yinlar noqonuniy ravishda ishtirok etib kelayotgan shaxslarga xizmat ko'rsatib kelayotganligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu shaxslar 2026-yil yanvar oyida o'zlariga nisbatan qo'llanilgan ma'muriy jazodan xulosa chiqarmasdan noqonuniy faoliyatni yashirin tarzda davom ettirib kelgan. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida gumonlanuvchilar qo'lga olinib, ulardan telefon apparatlari, bank plastik kartalari hamda jami 121,551,000 so'm va 9,835 AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'lari daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shuningdek, tadbir davomida 16 nafar shaxslar qimor o'yinlarida ishtirok etib kelayotganligi aniqlanib, ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 191-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy jazo choralari qo'llanildi. Eslatib o'tamiz. Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish, shu jumladan ana shunday o'yinlar uchun qimorxonalar tashkil etish yoki ularni saqlash 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Agarda siz ham shubhali faoliyat yoki shaxslar haqida ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, ekranda ko'rsatilgan Call markaz ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz.